Bu ota-ona g'animat bolalar. Hozir mana juda ko'plarni yoshsilar, hali ilohim ota-onalarning umrlari uzun bo'lsin ota-onamizni. Sekin o 30-40 ga bormay turib, hali ota-onalarida ham umrlari uzun bo'lsin. Odatda baribir qari odam ko'proq 10 ta janozadan 9 tasi qari odam vafot qiladi. Bugun ota-ona ko'zimizni oldida, "Qayerda yuribsan, nima qilyapsan?" deyapti. Lekin bu ota-onani g'animat bilmayapsizlar. Bugun o'g'il bo'lib o'zimizga siz va men savol beraylik. Necha marta dadamni, onamni oyog'ini uqaladim deb. Kerak bo'lsa 50 ga kirib bir marta dadasining oyog'ini uqalamaganlar bor. Lekin kimlardir itini boqadi kerak bo'lsa. Qo'poqlar aytgan. Kim bu? Kerak bo'lsa dada bizga yaxshi muomala qilmaydi. Kerak bo'lsa ko'chadan bitta nonga 4 ta shashlik solib olib kelmaydi. Lekin kimlardir qadlardadir mehmon qiladi. Bitta dunyoviy ishini bitirish uchun.